Sen qaysi kallang bilan oilali erkak bilan yuribsan? Ahmoq qiz. Hammasini bildim. Oqizmay aytamizmay aytib berishdi. Qizing oilali erkak bilan yuribdi deyishdi. Oyi, u xotini bilan ajrashib menga uylanmoqchi. Sen hozir nima deyotganingni bilasanmi o'zi? Esing joydami? Oyi, siz bilmaysiz, Doston aka yaxshi odam. Hoy, u oilali erkak, xotini bor, bolasi bor, shuni tushunyapsanmi? Uf, oyi, u biza tanishishimizdan oldin xotinidan so'ng bo'lgan, u bilan ajrashmoqchi. Menga katta to'y qilib uylanadilar. Voy ahmoq, sen o'z rostdan ham esingni yeb qo'yibsan. Agar dadang mana shuni bilib qolsalar, senga kun bermaydilar. O'sha dostoningni ham yo'q qiladilar. Sen kimning qiziligini unutib qo'ydingmi? Dadang bilan meni go'rga tiqmoqchimisan? Tiriklayin. Dadang hali bosh ko'tarolmay yursinlarmi ko'chada? O'zinglar aybdorsizlar. Sizlar menga hech qachon e'tibor bermaysizlar. Sizlarga faqat ish bo'lsa, sayohat bo'lsa, kazolar bilan uchrashuvlar bo'lsa borasizlar. Menga umuman qaramaysizlar. Kasal bo'lsam ham menga qayg'urmaysizlar ham. Faqat Doston aka qaraydi menga. U mehribonlik qiladi. Biror kun e'tibor bergan kuningiz bo'ldimi menga?